Ismim Maximus Detmeriti. Shimol qo'shinlari qo'mondoni, Ispan legionlari generali. Bilib qo'y, baribir ular uchun qasos olaman. O'ldiring uni. Ridley Scott rejissyorligi ostida 2000-yilda suratga olingan Gladiator ekranlarni portlatgan filmlar sirasiga kiradi. U millionlab tushum va naqd 5 ta Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan. Mazkur videoda biz Gladiator o'z janrini qayta jonlantirgan film ekani va hozirgacha ommabopligini yo'qotmagani sabablariga to'xtalib o'tamiz. Gladiatorlar, xush kelibsiz. Chorak asr avvalgi tarixga nazar solsak, filmning muvaffaqiyat qozongani tom ma'noda mo'jiza bo'lgan. Boisi, film peplum janrida, ya'ni antik syujetli katta masshtabda suratga olingan. Bir necha 10 yillab yaxshi peplum film namunalari bo'lmagach, 90-yillarning so'ngida u o'lik janrga aylangandi. Biroq ezgulik va yovuzlik nisbiy tushunchaga aylangan madaniy relativizm zamonida Gladiator bu nuqtai nazarga xos ayni namuna bo'lib xizmat qildi va shu bilan ham diqqat-e'tibor markaziga tushdi. Bir maktubingizda 4 fazilatni tilga olgandingiz. Tushundimki, ularning hech biri menda yo'q, lekin boshqa xislatlarim bor. Gladiator, shuningdek, demokratik qadriyatlarni ilgari surib, qadimgi davlatlar tajribalaridan kelib chiqqan holda zolim hukmdorlarsiz yangi boshqaruv loyihasini yaratish mavzusini ham ko'targan. Mahbuslarni ozod qiling, darhol. Filmda Rim shahri ulkan ko'ngilxushlik fabrikasiga qiyoslanadi. Oddiy aholining ko'chalarda jangga taqlidan tomosha ko'rsatishlari, bolalarning mashhur gladiatorlarga havas qilib jangdagi o'yinlar o'ynashi, tirik qolish uchun olomon mehrini qozonish kerakligini tushungan Maximus ularga haqiqiy tomosha ko'rsatishga ahd qiladi. Ular hech qachon ko'rmagan tomoshani ko'rsataman. Bu boshqa gap, ispaniyalik. Yuksak madaniyatliligi bilan ajralib turgan Rimning poytaxti, tom ma'noda qoq markazida madaniyatlilikning mutlaqo aksi bo'lmish qabih va hayvoniy o'yinlar o'tkazilardi. Senatning marmar devorlarida emas, Kolizeydagi maydonda do'stim. Bu ularga o'lim beradi. Shu yo'sinda film mualliflari kino sanoati zo'ravonlikni o'yin kulgu tariqasida talqin qilayotganini tanqid ostiga oladi. Film qonli jang sahnalarini uning ishtirokchilari, tanlov imkoni bo'lmagan va huquqlari toptalgan oddiy xalq nuqtai nazaridan ochib boradi. Ba'zilaringiz jang qilmayman deb o'ylarsiz. Ba'zilaringiz esa rad eta olmaysiz. Arenaga tushmaguncha hamma boshda shunday o'ylaydi. Balkim olomon mehrini qozonarsiz. Urush, jangu jadallardan charchagan Maximus sahnalarning birida tomoshabinlarga yuzlanadi. Ko'nglingiz to'ldimi? To'lmadimi? Shu uchun kelgansiz-ku. Zotan u yuzlangan tomoshabinlar aslida biz hammamiz. Tasvirlarning silkinib turishi, tez almashinuvi tomoshabin o'zini voqea joyida his etib, jang sahnalaridan rohatlana olmasligiga olib keladi. Ba'zi joylarda esa Ridley Scott orqada o'ynab turuvchi musiqani ham o'chirib, tomoshabinda diskomfort hosil qiladi. Jang sahnalaridan so'ng qahramonlar olgan jarohatlarning yirik planda ko'rsatilishi esa jang oqibatlarsiz bo'lmasligini his qilishimizga xizmat qilgan. Film so'ngida Maximus o'z oilasi bilan birlashishiga qaramay, qahramonning o'limi tomoshabinni qayg'uda qoldirib, hokimiyatning bahosi haqida qayta mulohaza qilishga chaqiradi. Rim uning hayotiga arziydimi? U arziydi deb ishonardi. Bizga shu ishonchni qaytaring. U Rim askari edi. Hurmat ko'rsating. Film qanchalar kassabob va muxlislar qalbidan joy olgan bo'lishiga qaramay, texnik xatoliklardan ham xoli emas. Hozir bir nechtasiga to'xtalib o'tsak. Maximus oti bilan mashg'ul bo'lib turgan bir payt, orqada tasvirga olish jamoasidan kimdir aylanib yuribdi. Xuddi boshqa joy qurib qolgandek.
qora tuproq, xotinimning sochlari kabi qop-qora. Hoy Maksimus, yo sen bizni aldayapsan, yo xotiningni unutib yuborgansan. Qahramonlarimizga qog'oz ixtiro qilinishiga hali 1000 yil borligini balki aytarmiz. Qaranglar. Gladiator jangini kuzatishga oq futbolka va jinsi kiygan kameramen ham kelgan ekan. Legionerlarga otni boshqarishlarda kelajakdan kelgan kapishon va zamonaviy botinkadagi sirli odamlar yordam bergan. Sizlarni bilmadik-ku, lekin bizni aravalar faqat gaz ballonda yuradi. Katta shaharlarda kichik anglashilmovchiliklar bo'lib turadi deganlaridek, Gladiator tarixiy, biroq hanuzgacha o'z salobatini yo'qotmagan film ekanini yana bir bor eslatib o'tamiz. Kimdir filmda g'oya juda qo'pol talqin qilingandir. Ammo ba'zan so'nmas qadriyatlarni yodimizga solib, barchamiz ulkan bir tarixning kichik bir qismi ekanimizni his etishga yordam beradigan bu xildagi filmlar nihoyatda zarur. Filmning muvaffaqiyat kaliti Ridley Scottning beqiyos rejissyorligida yoki aktyorlarning jozibasida emas, balki film birgina odamning o'zi ham butun boshli imperiyaga qarshi chiqishi mumkin degan g'oyani namuna bilan ochib berishida.